yangi dom bo'lish makasini yapmasalar bo'ladi. Bunda avval hozir o'zgartirish kiritdi, avval ishsiz odam bo'lmasdi. Berjam 40 foiz boshlanish qiladi. Hozir shuni 20%, 25% boshlanish qilib qo'ydik, lekin ishsizga ham beraveramiz bekor. İşlerdiganga 15% boshlang'ich, 18% 20 bitta kafil agar kerak zarur bo'lsa bitta yoki ikkita. Agar bitta kattaroq kafil bo'lsa 10 millionlik oylik bo'lsa bitta kafil bilan 380 millionlik 390 millionlik uy olsalar bo'ladi. Bu birlamchi ipoteka olish. Ikkilamchimiz aka, ikkilamchimiz 25%, 15 yillik 25% boshlang'ich qo'yiladi unda. Masalan, mana kottej olinadi, yoki uchastka olinadi, yoki dom olinadi. Bunda ish haqisi kamida 4,5 million bo'lish kerak oladigan inson. Keyin ikkita, uchta kafil afzaldan olinadi. Bunga sug'urta to'lovi ham bor. Yana 25% boshlang'ich, o'sha uyni olgan inson uyi kimdan olib sotib oladi. Masalan, men Nazarboyev bilan olaman. O'shani oldlariga karta ochib, pulni ko'chirib beramiz. Uy